Ba'zi kitoblar yuraklarni yondiradi, ba'zilari esa uni kuydiradi. Cho'lponning Kecha va kunduzi aynan shunday asar. U nafaqat kechani, balki kunduzni ham his qildira oladi. Bu oddiy roman emas, bu uyg'onishning og'rig'i. Bu zulmat qachon tugaydi? Qachon ayollarning ovozi eshitiladi? Cho'lponning Kecha va kunduz romanidagi aytilgan so'zlar bugun ham yuraklarni larzaga keltiradi. Bu roman ayol haqida emas, bu millat haqida. Ayollar jim bo'lishi kerak. Ilm erkaklar uchundir. Yo'q, ilm nur, nur esa hamma uchun. Xalq dushmanini tanimaydi. Hattoki ularga yo'l ko'rsatuvchi jadidlarni ham yomonlaydi. Chunki xalq o'qimaydi. Gazeta nima, kitob nima bilmaydi. Shu sabab millat zulmatdadir. Kecha bilan kurashmasdan kunduzni topib bo'lmaydi. Har uyg'onish og'riq bilan boshlanadi. Lekin har bir tunning oxirida tong bor. Cho'lponning kunduzi bu orzu, bu uyg'onish, u millatni uyg'otmoqchi bo'lgan. Erk degan so'zni harflab yuraklarga yozmoqchi bo'lgan. Bugun biz o'zimizni kunduzda yashayapmiz deb o'ylaymiz. Ammo befarqlik bu ham kechaning yangi qiyofasidir. Biz jim bo'lsak, kecha yana qaytadi. Cho'lponning savoli hali ham ochiq. Sen uyg'ondingmi? Millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi. Ilm ozodlikdir. Kecha o'tar, kunduzni yaratish o'z qo'limizda. Bugungi kunduz uchun kechada kimdir yonib ketgan, shuni unutmaylik.